Assalomu alaykum YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hamyurtlar, xudo xolasa yana bir ishimiz mana o'zimiz Asakada Fayzobod binolasini yakunlab oldik. Ko'rasizlar, sizlar baho berasiz. Albatta yoqqan bo'lsa like mahlaymiz. Kimgaki shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveradi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab albatta kelishilgan viloyatlarga ham chiqishimiz mumkin. Xo'sh, aziz vatandoshlar, skromli, oddiy ham 90 gradusli fasonlarimiz juda ham bir go'zal holatda bo'lib bitdi. Tunikalarimiz qalinligi doimgidek 0.4 yoki 0.37 dan ko'proq foydalanamiz. Bu tunikalarimizni hamma rasxoti ichida, hech bir egasini hech bir narsaga cho'payga ham ovora qilmagan holda Lesa Samarez usta haqqi nima mahsulot ketadigan bo'lsa, reka, tunika, klip, nima mahsulot ketadigan bo'lsa ichiga kirib ketadi. Hamma rasxoti ichida 135 ming so'mdan qilib berdik bu tunikalarimizni. Xo'sh, mana ichkari shapka qismlarimiz juda ham bir go'zal holatda bo'lib bitti bu yerda. Xo'sh, bu xonadonimizga 87,5 kvadrat tunika rasxot qildik. 0.4 qalinlikdagi 135 ming so'mdan hamma rasxoti ichida qilib berdik. 11 million 800 ming so'mga tayyor bo'ldi. Ikki etajligiga qaramasdan hammasi 135 ming so'mdan qo'yib qo'ydik. Kimgaki shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol hamyurtlar murojaat qilaveradi. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab xizmat etamiz.